Bugun Red to Go'dan olgan Express French verxniy formani sinab ko'rishga qaror qildim. Rostini aytsam, juda ham qiziqib ketyapman. Manikyur qilingan tirnoqqa bazani surdim va tirnoqqa mos verxniy formani tanladim. Uzunlikni belgilab, Frenchni to'g'ridan-to'g'ri formaga chizib, olib fonarda quritib oldim. Keyin pink gelni surib, formani tirnoqqa yopishtirdim va fonar yordamida fiksatsiya qildim. Barmoqni aylantirib, tirnoqdagi nima gap deb qarasam, ortiqcha gel yo'q, hammasi toza, lampaga jo'natdim. Verxniy formani yechganimda kichkina puzirok bor ekan, lekin bu formani tekshirish uchun modelda qilingan ish edi. French liniyasida formadan qolgan chiziqni gel bilan to'ldirsa ham bo'lardi, lekin men oq gel lak bilan to'ldirdim va ortiqchasini artib oldim. Tirnoqqa forma berdim, tirnoqdagini nomiga to'g'rilab freza bilan yurdim. Ustini bafi qilib oldim va to'p surib lampaga jo'natdim. Natija menga juda yoqdi, lekin bitta nyuans bor. Bu forma haqiqiy ishda ham shunday chiqadimi yoki yo'q? Uni keyingi reelsda ko'rsataman.